Aqlim ham, kuchim ham, duxim ham yetadi. Adiyani yurishdi. Ko'rdinglar nima bo'ldi, nima qo'ydi, qolgan vaziyatlar hammasi o'ziga udobniy qilib, boshqa qilib, har xil videolar chiqaryapti. Ya dostlar, ko'rgендеріндей Абдумалик Странник деген бір усманмен ерегесіп төбелесіп жүр, қасында переводчигі да жағаласып жүр. Осы бейнеде барлығын толық білетін боламыз. Сендермен бірге төбелес арнасы, барлық қызықтар тек біздің арнада. Арнаға тіркелуді ұмытпаңдар, біз бастаймыз. Assalomu alaykum O'zbekiston. Abba aka bilan bo'lgan konflikt past hamma ko'rdi. Minutkaga taklif qilishganda qo'liga perchatka berib, ne deb qochib, jangga chiqib ketadigan chog'i o'zimizdan 2 kishi borgan, bo'lsa 3 kishi borgan. 6-7 kishi bo'lib yopishib, kamerani yoqtirib qo'yib, chista kirisal qilishadi. Buni kirisa deyiladi. Mujiklar chetdan qarab turgan bu voqeaga chista kirisa deyiladi. Bular ancha Dagestonliklar uchun bu narsa sportchilar uchun bu pozor. O'zbekistonga Dagestondan agar mehmon bo'lib sportchilar kelsa, biza do'ppi, choponlar bilan, oshlar bilan kutib olib, chiroyligidan mehmon qilib, men konflikt bo'lsa ham yuboramiz. Boshqa yurtlar sportchilar kelsa ham, lekin mana bu holatga mujiklar kirisa deb nom beradi. Bu Usmonjonni barbaz kuchlimi deyman, faqat kulachkali janglarda ham boradi, beliga yopishadi, boradi, oyog'iga yopishadi. Ey Usmonjon, agar shunchalar senga o'zbeklardan hayb keladigan bo'lsa, jang kerak bo'ladigan bo'lsa, menda bu. Ke men bilan jang qil. Oktagon ligaga sviyazga chiqqan haqiqiy erkaklar jangi MMAga men senga o'zim kurash nimaligini, haqiqiy erkakcha jang nimaligini xudo xolsa ko'rsatib qo'yib, shunaqa tarbiya beraman. Sen o'zga yurtli bo'lsa ham, xudo xolasa boshqa yurtdan mehmonlar kelsa, yurtingga sportchilar kelsa, o'zbek do'ppisi choponi bilan kutib oladigan qilib qo'yaman men seni. Undan keyin jangdan keyin men senga o'zim chiroyligini osh bilan mehmon qilib, haqiqiy mujik hayoti qanaqa bo'lishidan miyangga skachat qildirib qo'yaman. Usmonjonga yuborib qo'yinglar bunga. Abba aka ham borku, buni borku uzoq olib borsa 1 minutga olib bormaydi. Bular o'zi shunaqada. Kamerani chetdan yoqtirib, orqadan kelib, men beldan ishlab, bir tur 15 sekundlik video yasab olib, o'zicha faqat hayb ishlagisi keladi. Xudo xolisa O'zbekistonda yetarli, bir-biriga yelkasini berib, xudo xolisa suyanchiq bo'lib, bir-birini padishka qiladigan sportchilar. O'zbekiston olgan, jonlaringiz sog' bo'lsin. Узбеки красавчики, четверо поехали, показали дух, есть же. Без вопроса вышкайтесь на минутку, пора с ним сейчас, на перчатку, без слова. Какие перчатки здесь? Смотри, брат. Қаласында хай файтинг турнирі болды. Сонда турт өзбек бауырымыз барды. Банағы Аби, Фарух, сосын екі бауырымыз ұмытып қалып тұрмын. Кім еді? Екеуі. Рамзи, Ишах, короче. Олар енді действительно еркектер енді бар ғой. Духты көрсетті бар ғой, өзбектің духтарын көрсетті да. Молодцы. Ана жерде айтып жатыр да, ойбай, задний берді, Аби задний берді, там Фарух задний берді. Ешкім задний берген жоқ ана жерде. Хочу сказать насчет Османа. Толпойно. Вы что натурно творите? А? Ты себя в ринге показал, Осман. Ты говоришь, все говоришь. Потом судья останавливает бой, а ты обратно говоришь, там, я буду драться, твои там рефери говорит, там, готов. Какой ты готов? Ты боишься, на? Ты там за рингом даже нормально не можешь драться, есть жена. Если ты конкретно, у тебя дух есть, я тебе сколько раз говорю, давай по кулачке в любом организации. Хоть в России, хоть в Узбекистане, хоть там в любом, Казахстане, Номаде, там много же организаций. Давай, выйдешь со мной по кулачке, я тебе конкретно дам бой, жесткий бой дам. Давай, заднюю не давай, принимай бой. На пресс-конференции ты же заднюю сдал же. Тебе Аби сказал же, давай, по кулачке. Ты же сам сказал, давай, бой без правил там. И чё сидишь, натур? Чё ты не стал, на? А там сидишь как миленький, на. Чё с тобой, странник? Чё не стал? Потому что у тебя духа не хватит. Ты там как миленький сидел. Мешок натурин. Узбеки красавчики, четверо поехали, показали дух, есть же. Задний никто не дал там. Кто сказал, что задний дал? Нет, я там задний ничего не видел, нормально все. Молодцы. Видел, да, Узбекистан, красавчик. Баурлар, делайте.
Aqlim ham, kuchim ham, duxim ham yetadi. Adiyani yurishsa. Assalomu alaykum hammaga. Internetga janjal videolar tarqalib ketdi. Nima bo'lgan nimani sizlarga aytaman. Jangdan oldin razvalga, razminga qilyapman. Boyga chiqishim kerak. Ikkitadan keyin o'sha kresa shakarlar bir to'da bo'lib kirib kelyapti. O'rtoqlar bilan talpa qilgan kirib kelyapti. Arqamdan urib, yo'q, kurash qilib ketyapti. Men razminga qilibman, jangga chiqishim kerak ikkitadan keyin. Sababi bir kun oldin konferensiya payti Adiyani urushasanmi dedi menga. Men o'rnimdan turdimda urushaman deb olliga bordim. Adiyaniga duxi yetmadi, chiqmadi bir gapi. Keyin jang kuni kirib kelyapti. Talpa qilib o'sha to'polon qilgani. Sababi birga bir duxi yetmagani uchun to'da bo'lib kirib kelyapti. Переводчикimni undan oldin gastinsiya payti, bir uchishgan payti 3-4 kishi bo'lib переводчикimni urib, nejankala otib tayladi. Mayli dedim, jangni o'ylaylik, jangni nastroy qilaylik dedim. Jang kuni ikkitadan keyin jangga chiqishim kerak, to'da bo'lib kirib kelyapti. Atak birga bir urishsa, men kuchli emasman, ko'chaga urush qilayotgan. Men professional boyesman. Men ringnicha gaplashaman, ringnicha urushaman. Aqli yetsa, duxi yetsa, ringnicha urushamiz deydi. Hammang bilan bitta urushaman. O'sha kelganlari bitta hammang bilan urushaman. Aqlim ham, kuchim ham, duxim ham yetadi. Adiyani yurishsa. Assalomu alaykum hammaga, yaxshimisizlar, tinchmisizlar? Men ismim Farruh, Abdumalik Abbini ham sekunddan ham yaqin o'g'aynisiman. O'sha kungi kuni kecha bo'lib o'tgan Hype Fighting ligasi bo'yicha tushunmovchilik bo'yicha o'z fikrimni bildirmoqchiman. Press konferensiya vaqti ko'rdinglar, qanaqa situatsiya bo'ldi? Nima gap gapirdi, o'ziga nima pozolat qildi, takja biz ham akkuratni hammasini qildik, hech kimga hech narsa pozolat qilmadik, dapuskat qilmadik, hech kimga zadevat qilmadik, chestenada bo'ldik. Chiroyli gaplashindi, xola pechatka bilan xola bez pechatga chiqdi. U o'zi print qilmadi, bu narsani qabul qilmadi, duxi yetmadi, jim o'rnidan tura olmadi, bu narsani hamma guvohi bo'ldi. Undan keyin ertasi kuni gastinsada kunduz kuni men chiqqan paytim u ikkita og'aynilar meni ko'rib qoldi. Shu moment meni yopishib tashlanib ketdi nijdanki u boshqa narsa qilib. Keyin o'sha moment охранlar ajratib tashadi. Men tepaga chiqdim, emotsiya berilgan paytim men bu og'aynim aytdi, "Oshna, men buni professional sportda so'rab olaman, nada bu professional sport ringda nakazat qilaman" dedi. Как раз boyga chiqish kerak, ikkita poyedinik qolgan, eshik ochilyapti, syomkalar bilan to'dasidan kirib kelyapti. Usmon Abdumalik tomonga, to'dasi Abdumalik tomonga yugurgan payt avtomatik по refleksu men ham yuguryapman, именно o'g'ayimni himoya qilish uchun. Конечно, как-никак tashab qo'yib bo'lmaydi bunaqa vaziyatga. Ko'rdinglar nima bo'ldi, nima qo'ydi, qolgan vaziyatlar hammasi o'ziga udobniy qilib, boshqa qilib har xil videolar chiqaryapti. U na samom деле unaqa bo'lmagan. Men ham o'zi bunaqa video обращение qilib, birovga video murojaat qilib, jalba qilib, noyit qiladigan bola emasman. Просто ko'ryapman, butun O'zbekiston xalqi ko'p kishilar xavotir olib, переживать qilib, duo qilib yozyapti. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. O'shaning uchun shtob o'zimizni ko'rsatib qo'yib, чтобы целый всё в порядке, hammasi joyida, sog' salomatligimizni bildirib qo'yaylik dedik. Hammasi yaxshi bizada, Alloh rozi bo'lsin. Xavotir olib yozayotganlar, переживать qilayotganlar. Inshaalloh har bitta javob yozamiz. Inshaalloh Abdumalik og'aynim ringda, prямо professional yo'nalishda hammasini bitta nakazat qiladi. Sizlar поддержкада bo'linglar. Assalomu alaykum. Iya do'stlar, ne o'ylaysizlar? Kimdiki durust, kimdiki burus kommentariyaga o'z o'ylaringni yozib ketinglar. Sindirmen bo'lgan To'belez arnasi barliq qiziqlar tek bizning arnada, arnaga tirkeluvdi unutmanglar, qo'shaman. Sog' bo'linglar.